Assalomu alaykum chorab churplarim. Bu videomni qanday boshlashni ham bilmayman. Buxoroliklar meni kuzatasizlar-ku, Buxoro. Bu trans qiz ekan. Hozir Qozog'istonda o'ligi chiqibdi ekan, morgda ekan, o'ligi uydagilar qidirilyapti. Ismi Elbek. Taxallusi Sevda Aliyeva bo'lib yuradi. Kimdir taniydiganlar bo'lsa, uydagilari srochno qidirilyapti. Qozog'istondan borib morgdan o'ligini olib ketish kerak ekan. Buxoroda kimdir tanisa, adresini bilsa, uydagilar yaqinlari bo'lsa, ota-onalari iltimos qilaman svязga chiqib borishini. Joy jannatdan bo'lsin deb aytadi. Endi shunaqa endi bilmayman, endi uydagilar svязga chiqib boringlar, iltimoslardan iltimos. Kimdir tanisa buni